Assalomu alaykum. Hurmatli bizda ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlar. Bugun biz Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Bibozor mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan Rasul Rasul Davletov xonadonidamiz. Ushbu xonadonda Faon O'zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan shu issiqxona qurib berilgandi. Mana shu issiqxonada Rasul 2 yildan beri 2 yil bo'ldi. Ya 3 yilmi? 3-yil ketyapti. 3-yil ketyapti. Chunki 2023 nima deb bermoqda? Yanvar, dekabrmi? Ha? Keyin 24 yanvardan boshlangan mana yilma-yil bo'lganda 3 yil, aslida 2 yil to'liq boyaga nimadan o'tdi. Hozir ekyapti. Mana oxirgi paytlarda o'zini shu paytgacha qanday daromad qilganlari to'g'risida Rasul ozgina gapirib bermoqchi edim. Endi bu issiqxona bizga oldin bu yerda bizda kichkina issiqxona bor edi o'zimizda. Qo'lbola ishlab qo'ygan. Shuni daromad qilib ko'chatchilik asosan ishimiz bizlarning otalarimizdan qolgan ko'chatchilik bilan shug'ullanamiz. Shu birinchi yili shu ko'chatchilikka bu issiqxona biz uchun qulaylik keldi. Nimaga deganda kattaligidan keyin ichiga ikkinchi dugani qilishga qulaylik bo'ldi. Shundan yaxshi qildik, daromad qildik ko'chatdan zo'r. Rahmat, Xolurjon G'olmasiga, sizlarga ham. Pul loyihasiga zo'r bo'ldi ko'chatchilikda bizda shu issiqxonalar. Ya mana Rasul sen ko'pincha biz bu Rasul bilan gaplashib turamizda. Rasul bilan gaplashib turamiz. Shu Rasul bilan ko'p nima qilganda men bitta ikkita ma'lumotlarni bersam, menda zo'r bo'ldi deb yozadi-da. Mana endi ana shu zo'r bo'ldini o'zing aytib ber endi. Endi zo'r bo'lgani bu yerda Misol uchun mendan kam olibdi deding boshqalarni. Sen masalan 2 yilda mana shu issiqxonadan qanchagacha daromad qilding shu bir yillik daromad? 1 yillik ko'chatdan daromad qilganimda buni ichiga bir to'shaganida 1200 taga yashib ketadi-da ko'chat. Plastmassa yashiklarimiz bor, u yerda turibdi hozir. Shu 1200 ta ko'chat ketadi. Meni hamma shu el xalq biladi. Bitta quti yashikda ko'chat 15 ming so'm sotiladi. 150 ta, demak u 15 ming so'm sotiladi. U degani qancha bo'ladi? Buning ichiga 2,5 ming ko'chatni chiqarib yuborsa bu daromad qilsa bo'ladi-da. Yo'q, menga pulda gapirdi sen hozir. Pulda gapirganda u 15 mingdan o'rtacha rasxotini u yog'i chiqarib tashlasak, bir 2 ming 3 mingni 27-28 million bir issiqxona ko'chatdan beradi. Bu bittasi bu. Bir bahorda. Undan keyin mana yil davomida sizlar yana nimalar ekasizlar? Shuni ham davomida keyin buning ichiga bo'sh qolmasin deb bodring ekamiz, anaqa oila uchun. Umumiy daromad qancha bo'ladi mana shu? Sen o'zing daromading qancha bo'lyapti? Mana shu issiqxona 100 metr kvadratda. Bu yerdan 30 millionga bemalol. Yo, 27 million bitta ko'chatdi o'zi, ha? Undan tashqari 3 million. 3 milliondan ko'proq ham bo'ladi. Endi juda hisobini birma-bir yozmaymizda. Oilaning shu moy, choy, nima hammalariga ham ketib turadi. Mayli, endi mana hozir hurmatli bizda ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlar, mana oddiygina qilib mana hisob-kitob qildik. Mana 27 million deyapti. 27 millionga qo'shimcha yana 3 million bo'lsa, mana 30 million. Demak, 1 yillik nimasi daromadi 30 million bo'ladi. Shunday? 30 million. Demak, buni biz 12 oyga bo'lsak, 30 millionimiz yo'q bu yog'i 2 million 500 dan tushadi, to'g'rimi? Oyiga 2 million 500 dan uyga qo'shimcha daromad kelyapti-da. Shundaymi? To'g'ri, mehnat orqali, mehnat qilyapti, lekin shuni orqasidan o'sha boyagi o'zini nimasiga, oilasiga qo'shimcha daromad kelyapti. Shu qo'shimcha daromadni nimaga ishlatyapsiz? Qur chaypagami yo bolalar o'qishigami? Endi ikkita qizimni o'qitdim. Birisi ingliz tilini bitirib keldi, ikkinchisi matematika, informatikani. Yaxshi. Kerakli fanlarga tayyorlatdim. Mana shu daromaddan shularga ham beriladi. Shu pul bilan bo'ladi hamma narsa. Kurs degan narsasini o'ziga ham qancha ketadi, kurslarga ham keladi. Hozir bolam, o'g'lim o'qiyapti kiberxavfsizlikda. Yaxshi. 3-chi endi. Unga mana shundan tomorqadan olgan daromaddan qo'shasiz. Boshqa hammasi har haftada bir kelib ketadi, kissaga qo'lini soladi, olib ketadi borini. Shu Yaxshi. Buni zo'rligi erta bahor
odamlar endi nima yegaman deb yurganda bizlar o'sha 1 yillik daromadni qancha foydasini qilib olamiz. Keyin u yoqda ana u yerda bir 2 gektar dehqon xo'jaligim bor, bular biladi. Shu yerda dehqonchilik qilamiz. Hozir 1 gektarda bug'doy turibdi. O'tgan yili 1 gektardan ortiqroq shol ekib oldik. Endi bizga asosan mana qabaqamiz u yerda turibdi bu qadar. Rasul endi bizga bu qiziqda bizga. O'tgan yili bu ko'chatni bo'shatganimdan keyin ichi qizib ketdi buni o't bo'lib, endi bizga mayda-chuyda ekanmiz-da ichiga. Shunda birdan bir zakaz tushib qoldi, brokoli degan karam ko'chat tayyorlab berdi. Urug'ini olib kelib beraman dedi. Xo'p dedim, keyin unga tayyorlab berdim. Qanchadan olib ketdi? 11 millionga olib ketdi hammasini. 11 million. Mana 27 ga 11 million yana u qo'shildi keyin. U aytmayapsan. U esimdan chiqqanda u keyin u karam avgustga qarab ekar ekan u. Ha, mana endi sekin kelyapti. Mana endi 41 millionga chiqdik. Boya 30 million. Oldingi yilgi u bo'lmagan unaqa zakazda. Ha, yo'q, mayli. Mana u mayli-da, o'tgan yili 38 million 30 million bo'lgan bo'lsa, demak 25-yilda 41 million bo'lyapti, to'g'rimi? 41 million. Yana plus. Buni daromadini qo'shmayapsiz. Buni hali qo'shgan yo'q, hali. Bu endi oilaning nimalariga ketadi, ro'zg'orni. Ya mayli, lekin biz uchun bu ham baribir ham qisman bu ham nima-ku, oilaga nima oy masalan kunlik agar 30 mingdan sotilganda ham bu ham pul-da baribir. Hammasi pul. Shu ham pul. Shuning uchun mana agar Rasul umumiy qilib olsak, masalan 41 emas, 45 million daromad qildi desa bo'ladimi? Bo'ladi. Bemalol. Yil davomida. Yil davomida. Bu yildan ham kattaroq rejalarimiz bor. Mana bu narsani zakaz qilganman hozir. Sizga aytsam, mana stakanga chirindi soladigan temir apparatda. Vodiydan zakaz qildim. Shuni Ha, ko'rsating-da mana. Sayri mana shuni. mana shu Ko'rsatdi. Demak, buni hozir qilmoqchisizlar shuni. Ana shuni endi 5-chislaga jo'natib berishga ular va'da berganda shuni. Ha, endi shuning ichida boyagi Tarvuzni ko'chatga ko'chatildi. tuproq solish stakanga bir azobda bu. Bu narsada 110 donaga stakan sol ustiga temirini yopadi, eshiklari bor. Ko'chat tuproqni qo'yasiz, sipirasiz. Zafarali nima deysiz? Hayot, Qalingiz. Umumiy bugungi Rasulda shu isxonasidagi Bu Rastakani qilayotgan ishlariga Zafar Ali Abdiyev Toshkent davlat agrar universiteti sabzavotchilik kafedrasi mudiri. Mana isxona bo'yicha eng katta mutaxassislardan mana shu Zafar Ali ozgina bugungi o'zingiz taassurotlaringizni gapiring. Taassurotlarimizdan birinchisi e'tibor qilasizlar. Mana ismaloq, birinchi ismaloqni oladigan bo'lsak, tuplanishi zo'r. Nimani hisobida issiqxonaga oqilona ishlov berilgan. Issiqxonaning tuprog'iga kerakli o'sha 5 yillik, 6 yillik chirigan go'ng solingan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, issiqxona ekilishdan oldin dezinfeksiya yaxshi qo'llanilgan. Albatta, dezinfeksiya yaxshi qo'llanilmaganda mana bargni ko'ryapsiz, toza. Juda ham toza. Juda toza. Bironta hasharotni izi, belgisi yoki bir kamchiligi yo'q. Undan keyin yana bitta narsa Azizbek aka, siz buni yaxshiroq bilasiz. Azot, fosfor, kaliy degan yo'q, hammasi yetishmovchilik yo'q bu yerda. Yetishmovchilik yo'q. Ko'p bo'lib turibdi. Yashab turibdi. Undan keyin mana bu xaridorga ham, oluvchiga ham, sotuvchiga ham har taraflama yashillik o'z holida keltirilgan. Ko'zni quvnatadi-da. Albatta. Oluvchini o'ziga tortadi mana shu narsa. Demak, bu bozorga yaxshi-da, masalan, tovarligi. Tovar bopligi. Endi Rustam, sen nima deysan? To'g'ri, Rasmiyakani bilamiz, endi ko'p yillardan beri bilamiz. Eng elde sovxozdagi shu eng elde dehqonlardan biri. Ko'chatchilikda shu kerak bo'lsa 3 sovxoz, 4 sovxozga tarqatadi ko'chatni. O'zimizning shu bebozor olqishlar yig'ini ta'minlaydi, boshqada 3-4 sovxozni ta'minlaydi ko'chat bilan. Har yili shu ota-bobolardan meros bo'lib qolib, teatr dezida bo'ladi. Ko'p yillardan beri ekayotgan ko'chatlar ham sifatli bo'lgandan keyin odamlar ham biladi, klientlari bor. O'zlari uyindan olib ketadi kerak. Yaxshi, biz Rasul ishlarga omad tilaymiz. Bundan ham yaxshi daromad olinglar.
45 milyon emas, bu yog'i 60 milyon, 70 milyonlik daromad bo'lsin. Shu daromadlarning qancha ko'p bo'lsa, biz shuncha xursand bo'lamiz. Chunki bizda boyagaligi, demak, biz bergan shu kichik issiqxonalarimiz shu nimamizga, xalqimizga bitta oilaga bo'lsa ham foydasi tegyapti-da. Shu oila orqali demak qo'ni qo'shnilarga, chunki qo'ni qo'shnilar boshqa joydan ko'chat olmaydi, boshqa qilmaydi, bundan olyapti. Mana buni o'zi hozir ishgaligi nima deydi, ko'chat yetishtirishni yo'lga qo'yyapti, xuddi intensiv texnologiyaga o'xshatib. Mana hozir nimalarni qilayotgan ishlari o'sha stakanchiklar to'g'rilab, boshqa qilib shu tarvuzni ekaman deyapti, ko'chatini ekaman deyapti. Klient hozirda o'zida klienti bor ekan. Bu demak yaxshi degani. Chunki bu mana shu qilinayotgan, berilgan issiqxonadan samarali foydalanyapti. Biz shu nimaga, Rasulga ishlarida topishlar tilaymiz, ha? Ishlarda topishlar tilab, bundan ham ulkan 45 million emas, 50, 60, bu yog'i 70 millionlik marralarni ham egallashni tilab qolamiz. Shu bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlar barchasiga rahmat aytamiz. Izohlar qoldiring, o'sha izohlar qoldirganda shu izohlaringizga agar savollar bo'ladigan bo'lsa, o'sha savollarga mana Rasul bilan, Zafar Ali bilan, Rustam bilan birgalikda javob berishga tayyormiz. Barchaga rahmat, katta rahmat.